o'zi shuni tushunib yetdimki, bir umr izlasanglar ham, bir umr izlasangiz ham otadek insonni topa olmas ekansiz. Ota haqida gapirsam, doim shu bo'g'zimga nimadir tiqilgan bo'ladi. Chunki mana otam hozir oramizda yo'li. Alloh rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Lekin qalban doim otajonim men bilan birgalar. Men shuni his qilib turaman. Otamni eslasam, doim bir o'gitlari yodimga tushadi. Shu miyam markazida turadi. Aytardilarki, o'g'lim derdilar. Insonning qalbi derdilar. Allohning uyi derdilar. Shu bandani ko'nglini vayron qilsam, Makkani vayron qilgandek bo'lasan deb doim ta'kidlaydilar otajonim. Lekin o'zlari bir beg'ubor, saxiy, ko'ngli ochiq, juda bir mehribon inson bo'lganlar mana otamni